Davlatimiz rahbari bugun shuningdek ko'mir va uran sanoatida amalga oshirilayotgan ishlar hamda yaqin istiqbolga mo'ljallangan rejalar yuzasidan taqdimot bilan tanishdi. Foydali qazilmalar energetika, sanoat, kimyo hamda metallurgiya majmualari kabi muhim tarmoqlarning faoliyati uchun asos yaratadi. Bu esa bevosita iqtisodiy o'sish sur'atlari, bandlik darajasi va aholi turmush sifati ko'rsatkichlariga ta'sir ko'rsatadi. O'zbekiston katta miqdordagi foydali qazilmalar zaxiralariga ega. Ushbu salohiyat iqtisodiyotning barqaror rivojlanishi uchun kuchli resurs bo'lib xizmat qiladi. Bu imkoniyatni to'liq ro'yobga chiqarish esa tizimli va zamonaviy yondashuvni talab etadi. Shu bois so'nggi yillarda geologiya qidiruv ishlari, yangi konlarni aniqlash va resurs bazasini kengaytirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shuningdek, xomashyoni oddiy qazib olishdan qo'shimcha qiymat zanjirlarini shakllantirishga, ya'ni xomashyoni qayta ishlash, yangi ishlab chiqarish quvvatlarini yaratish, investitsiyalar va texnologiyalarni jalb etishga bosqichma-bosqich o'tilmoqda. Yaqin yillargacha mazkur sohada qator tizimiy muammolar mavjud edi. Jumladan eskirgan infratuzilma, geologiya qidiruv ishlarining yetarli darajada olib borilmagani, zamonaviy texnologiyalarning keng joriy etilmaganligi, investitsion jozibadorlikning pastligi, shuningdek, ishlab chiqarish va logistika zanjirlarining tarqoqligi sohaning to'liq salohiyatini ochib berishga to'sqinlik qilib kelgan. So'nggi yillarda prezidentimiz tashabbusi bilan ushbu strategik muhim yo'nalishni isloh qilish va rivojlantirish bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirildi. Geologiya qidiruv bazasi sezilarli darajada kengaytirildi. Yangi konlarni aniqlash ishlari faollashtirildi. Normativ huquqiy baza yangilanmoqda. Xususiy kapital va xalqaro hamkorlarning kirib kelishi uchun qulay sharoitlar yaratilmoqda. Ayniqsa ko'mir va uran sanoatini kompleks rivojlantirish, xususan razvedka va qazib olishdan tortib qayta ishlash va sanoatda qo'llashgacha bo'lgan barcha bosqichlarni qamrab olgan yondashuvga alohida urg'u berilmoqda. Bunday yondashuv foydali qazilmalarni shunchaki xomashyo manbai sifatida emas, balki butun milliy iqtisodiyot uchun o'sish nuqtasi sifatida ko'rishga imkon beradi. Uzoq muddatli istiqbolda bu mamlakatning energetik xavfsizligini mustahkamlash, yangi ish o'rinlarini yaratish, hududlarni rivojlantirish hamda O'zbekiston kelajagi uchun mustahkam sanoat poydevorini shakllantirishni anglatadi. Shu bois mazkur soha prezidentimizning doimiy e'tiborida bo'lib kelmoqda. Muntazam ravishda taqdimotlar, yig'ilishlar va videoselektorlar o'tkazilib, ularda geologik qidiruv ishlarining borishi, resurs bazasining holati, yangi investitsiya loyihalari hamda tarmoqni rivojlantirish dasturlari muhokama qilinmoqda. Davlatimiz rahbari aniq maqsad, natija va chuqur mas'uliyatga qaratilgan samarador faoliyatni amalga oshirish zarurligini ta'kidlaydi. Bugun amalga oshirilgan ishlar haqida axborot berish, shuningdek yangi loyihalarni taqdim etish vazifasi O'zbekiston Respublikasi To'xkon sanoati va geologiya vaziri zimmasiga yuklatildi. Assalomu alaykum. Navbatdagi taqdimot arafasida To'xkon sanoati va geologiya vaziri Bobur Islomov muxbirimiz savollariga javob berar ekan, bu sohani rivojlantirish masalalariga bag'ishlangan 3-uchrashuv ekanini ta'kidladi. Shuningdek, u davlat rahbari bilan bo'lib o'tadigan bugungi muloqot kun tartibi haqida qisqacha ma'lumot berdi. Oldin safar kirganimizda alohida ko'mir sohasini rivojlantirish, ishlab chiqarish quvvatlarini yana ko'paytirish va bu yerda endi alohida qo'shilgan qiymatga ahamiyat berish topshiriq bergan edilar. Shu bo'yicha taqdimotlarni tayyorladik. Bunaqa yo'nalish davlat rahbarining doimiy e'tiborida bo'ladi, juda qattiq nazoratlarida bo'ladi. Hozir sizda mas'uliyat ko'proqmi, hayajon ko'proqmi? Albatta hayajon ham bor. Shu bilan birga bu juda ham ko'p mas'uliyat yuklaydi. Ko'mirni qayta ishlash jarayonida birinchi o'rinda shu elektr energiya va hozirgi juda ham dunyoda rivojlangan ko'mirdan yana boshqa mahsulotlarni ugli ximiya yo'nalishlarida topshiriq berganlar, shu yo'nalishda taqdimotlarni o'tkazamiz bugun. Mana bugungi kunda 16 ta tadbirkor faoliyat ko'rsatyapti. Shuning uchun bosqichma-bosqich bu sohani ham bozor tamoyiliga o'tkazishimiz kerak va bu yo'nalishda ham o'zlarini topshiriqlarini olishimiz kerak. Ikkinchi yo'nalish uran sohasini yana ham rivojlantirish bo'yicha ko'p topshiriqlar berganlar. Shu bo'yicha endi tayyorlanib bugun taqdimotlarni o'tkazamiz, qaror loyihalarini ko'rsatamiz. Katta rahmat, muvaffaqiyat tilaymiz taqdimot ishida. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev bugun ko'mir va uran sanoatida amalga oshirilayotgan ishlar hamda yaqin istiqbolga mo'ljallangan rejalar yuzasidan taqdimot bilan tanishdi. Ko'mir ishlab chiqarish hajmlarini oshirish, sohada raqobat muhitini kuchaytirish va mavjud zaxiralardan samarali foydalanish masalalari muhokama qilindi. Qayd etilgandek, 2025-2026 yillar kuz-qish mavsumida 10 million tonna ko'mir qazib olish rejalashtirilgan bo'lib, bu o'tgan mavsumga nisbatan 1,3 million tonnaga ko'pdir. Hozirgacha 9 million tonna ko'mir qazib olindi. O'sish 590
ming tonnani tashkil etdi. Keyingi mavsumda ishlab chiqarish hajmini 11 million tonnaga yetkazish zarurligi qayd etildi. Buning uchun Toshkent va janubiy hududlarda joylashgan konlarni o'zlashtirishni jadallashtirish, selektiv qazib olishni kengaytirish, outsourcing asosida qo'shimcha ekskavator va texnikalar jalb qilish muhim ekani ta'kidlandi. Xususiy tadbirkorlar ishtirokini kengaytirish orqali 2026-yilda qo'shimcha 2,5 million tonna ko'mir qazib chiqarish rejalashtirilgan. Angrendagi Nishbosh ko'mir konini o'zlashtirish loyihasiga alohida e'tibor qaratildi. Zaxiralarning hajmi 233 million tonna va qiymati qariyb 500 million dollarga baholanayotgan ushbu investitsiya loyihasi doirasida 2026-yilda qazib olish ishlarini boshlash hamda 1 million tonna ko'mir qazib chiqarish, kelgusida yillik quvvatni 10 million tonnaga yetkazish ko'zda tutilgan. Loyiha doirasida 880 ta doimiy ish o'rni yaratiladi. Taqdimotda ko'mirni chuqur qayta ishlash asosida yangi turdagi sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarishga qaratilgan loyiha ham ko'rib chiqildi. O'z kimyo sanoat aksiyadorlik jamiyati tashabbusi bilan ko'mirni kimyoviy qayta ishlash orqali polimer mahsulotlar olishni tashkil etish rejalashtirilgan. Loyiha qiymati 5 milliard dollar bo'lib, uning natijasida yiliga 8-9 million tonna ko'mirni qayta ishlash va 1,18 million tonna polimer mahsulotlar ishlab chiqarish quvvatlari barpo etiladi. O'tgan yili mamlakatimizda 7000 tonna uran ishlab chiqarilib, aniqlangan zaxiralar esa 139 ming tonnaga yetdi. Joriy yilda Arnasoy, G'arbiy Qizilqoq, Janubiy Jongelda, Sharqiy Arg'on konlarini o'zlashtirishni boshlash rejalashtirilgan. Xomashyo qazib olish hajmining ko'payishi munosabati bilan uni qayta ishlash quvvatlarini ham oshirish zarurligi qayd etildi. Uranni qayta ishlash quvvatlarini sulfat kislotasi hamda uni ishlab chiqarish uchun zarur bo'lgan texnik oltin gugurt bilan barqaror ta'minlash chora-tadbirlari belgilab olindi. Prezidentimiz ko'mir va uran sanoatida rejalashtirilgan loyihalarni o'z vaqtida va sifatli bajarish, ishlab chiqarish hajmlarini oshirish, iqtisodiy samaradorlikni kuchaytirish yuzasidan mutasaddilarga tegishli topshiriqlar berdi. 2025-26 kuz-qish mavsumida jami 10 million tonna ko'mir qazib chiqarilib, issiqlik elektr stantsiyalariga 4,9 million tonna, aholiga 1,6 million tonna va byudjet tashkilotlariga 700 ming tonna ko'mir yetkazib berildi. Rejalar to'liq bajarildi. Shu bilan birga qo'shimcha ehtiyojga qarab yana ko'mir yetkazib berilmoqda. Shu bilan birgalikda 2026-yilga hurmatli prezidentimiz tomonidan ko'mir ishlab chiqarish hajmlarini 11 million tonnaga yetkazish topshirig'i berildi. Toshkent viloyati Angren shahridagi Nishbosh ko'mir konini ishga tushirishni jadallashtirish topshirildi. Ya'ni joriy yil iyul oyigacha Nishbosh ko'mir konini ishga tushirish, joriy yil yakunigacha ushbu kondan 1 million tonna ko'mir qazib olish topshirig'i berildi. Shu bilan birga ushbu ko'mir konining umumiy quvvati yiliga 10 million tonna ko'mir ishlab chiqarish imkonini beradi va ushbu investitsion loyihaning umumiy qiymati 494 million AQSh dollarini tashkil qiladi. Shu bilan birgalikda sohada tadbirkorlik subyektlarini sonini ko'paytirish bo'yicha ham alohida topshiriq berildi. 2025-yilda hurmatli prezidentimiz tomonidan amalga oshirilgan investitsion muhitni yanada yaxshilash bo'yicha chora-tadbirlar evaziga ko'mir sohasida 16 ta xususiy tadbirkorlik subyektlari faoliyat yuritmoqda. Ushbu ko'rsatkichni joriy yilda 20 dan oshirish va yanada tadbirkorlik subyektlariga ko'mir sohasida imkoniyatlar kengaytirish topshirig'i berildi. Endilikda Angren ko'mir konida ishlab chiqarilayotgan ko'mirni sifatsiz qatlamida yanada boyitish, aholiga sifatli ko'mirni yetkazib berish bo'yicha ham aniq topshiriqlar berildi. Uran ishlab chiqarish hajmlarini 26-yilda yanada oshirish, bu bo'yicha hozirgi kunda dunyoda xomashyo va mahsulot yetkazib berish zanjirida uzilishlar kuzatilayotgan bir davrda mazkur sohani yanada rivojlantirish bo'yicha alohida ko'rsatmalar berildi. Xususan joriy yilda Samarqand viloyatida Sharqiy Ag'ron, Jizzax viloyati Forish tumanida Arnasoy va Navoiy viloyati Janubiy Jongelda konlarini ishga tushirish, qazib olish ishlarini jadallashtirish topshirildi. Jizzax viloyati Forish tumanida Arnasoy konini yanada tezlashtirish bo'yicha alohida topshiriq berildi. Ushbu konning investitsiya loyihasining umumiy qiymati 150 million dollar bo'lib, iyul oyidan boshlab uran qazib olishni boshlash to'g'risida aniq ko'rsatmalar berildi. Bu albatta tog' kon sohasida har bitta loyiha o'zi bilan birgalikda shu hududga infrastrukturani olib kelishi bilan alohida ajralib turadi. Xususan, Arnasoy konini o'zlashtirish uchun 68 kilometr avtomobil yo'li va 110 kilometr yangi elektr liniyasi qurilishi amalga oshiriladi. Aytib o'tilgan barcha loyihalarda texnik iqtisodiy asoslarini ishlab chiqishni tezlashtirish va jadallashtirish topshirildi. Uran ishlab chiqarishda asosiy xomashyo bo'lgan sulfat kislotasi bilan barqaror ta'minlash maqsadida joriy yilda O'zbekiston texnologik metallar kombinati tomonidan Navoiy viloyatida ishga tushirish lozim bo'lgan sulfat kislota zavodini ishga tushirishni yanada jadallashtirish, Zarafshon Industry korxonasi tomonidan ham sulfat kislotasi ishlab chiqarish zavodini yanada ishga tushirishni jadallashtirish bo'yicha aniq muddatlar va ko'rsatmalar berildi. Va ushbu ko'rsatmalar bo'yicha ko'mir va uran ishlab chiqarish hajmlarini oshirish bo'yicha belgilangan aniq topshiriqlarni biz o'zimizga belgilab oldik va ushbu topshiriqlarni o'z vaqtida va sifatli bajarish bo'yicha barcha choralarni ko'ramiz.